Ha, o'rtoq, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Ha, yig'ilib bo'ldinglarmi? Biz ham hozir boramiz. Ana erim kasalman, singlisining oldiga ketganing. Hozir qilib boraman, o'rtoq. Voy, dadajoningiz, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, yana qanaqa yerdan? Turman narsalarni tez tayyorlab kasalxonaga ketaman. O'zi sani deb sinema operatsiyasini kechiktirgan edim. Uf, yana o'sha kasalman singlingizmi? Yaqinda shunday mashinangizni sotgandingiz. Endi buyragingizni ham berib keling. Xo'p, mayli, yarimta buyrak bilan qanaqa qilib oila boqmoqchisiz? Meni qo'ya turing. Ikkita qizingizni qanaqa qilib boqasiz? Erta ularni o'qishi bor, turmushga berishi bor. O'ylamadingizmi shularni? O, Maraz, sen mana singlim haqida gapiryapsan. Gapingni o'ylab gapir. Bo'ldi, jonimga tegdi. Yo bizni tanlang yoki o'sha kasalman singlingizni tanlang. Ikki quloqim bilan eshitib. Sendan ketsam ham, singlimdan ikki dunyodan kechman. Tushunarlimi? Tur, narsalaringni yig'ishtir, singlingni uyg'ot. Ketamiz. Dadang anu kasalman singlisini deb bizdan voz kechdi. Yo'q, dadam ammamni deb bizdan voz kechdilarmi? Ha, o'sha kasalman ammangni deb sendan, mendan, singlingdan voz kechdi. Kelajakda xudo ko'rsatmasin, meni ham turmush o'rtog'im bo'lsa, meni turmush qurganimdan keyin singlim shunaqa bo'lib qolsa, men buyragim bermasdim singlimga. Sen jinnimsan, ahmoqmisan? U seni jigaring, singling. Nima deyapsan? O'ylab gapir. Gapirayotgan gapingni. Ammamchi? Dadamga kim bo'ladi ammam? Jigarlar emasmi? Ketsangiz ketavering. Men adam bilan qolaman. Ammamga ham, adamga ham o'zim qarayman.